Hozir men sizlarga tez bo'shanishdan qutulish uchun maxsus dori tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun bizga bir osh qoshiq, demak, shamollash va asoratlarni davolovchi maxsus dori kerak bo'ladi. Shu bilan birga kuch-quvvatni oshiruvchi va jismoniy, jinsiy quvvatni oshiruvchi maxsus suyuqlik va shu bilan birga aloqa davomiyligini xohlagancha uzaytiradigan maxsus dori ham kerak bo'ladi. Shamollash va asoratlarni davolovchi suyuqlikni solamiz. Buni tarkibida sport bilan shug'ullanish, to'g'ri ovqatlanish, yaxshi uyqu kabi elementlar bor. Ikkinchi bo'lib, kuch-quvvatni oshiruvchi va jinsiy quvvatni oshiruvchi suyuqlikni qo'shamiz va mana shu holatda 1-2 oy davomida, demak, saqlab qo'yamiz. Endi saqlangan ushbu suyuqligimizga aloqa davomiyligini xohlagancha uzaytiruvchi maxsus suyuqlikni qo'shamiz va hammasini, demak, yaxshilab aralashtiramiz va tayyor bo'lgan suyuqlikni 1 choy qoshiqdan 3 mahal har kuni iste'mol qilamiz va aloqa davomiyligini o'zimiz xohlagancha davom ettirishimiz mumkin. Muhim eslatma, ushbu dorini aptekalardan izlab yurmang, aptekalarda sotilmaydi. Agar sizga ushbu dori kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.